Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdık Özü, Washington'dan sözdeyimiz vatandaşlar. Bizden bugün sizlerge sözdeydiği leksiyalarımız ve vaziyetimiz. Mesela leksiyada Sıdık Özü, Washington'dan sözdeyimiz bugünkü islağı. 2024 yıl 5. ayının 18. günü hafta şembe vatandaş. Mesela hazır nazik bir peytnime deseniz, Düşenbe günü 5. ayının 20. günü Tayvan'da yeni saylangan prezident Lay Ching-de vazife tapşırıp eliş, vazifege olduruş murasimi ötküzüdü. Bu murasim katnaşılgan Amerika'dan yetip barılan vekiller ümüğünün tizimligini ötkende aradaki leksiyemizi sizlerge tapşırdık. Yani bu şundaq vaqtda Jungo özü titil davatıdı. Jungo titil davatıdı. Hatta bu qatam Beijing'de Prezident Vladimir Putin bilen körüşkende iki devlet rehberleri Rusya Jungo uçraşqanlığından ibaret bu ahırkı körünüşünü Amerika'da bazı siyasi yollar şundaq aytibdi ki bu hazır Tayvan'a hücum qilishning tayyorligini qilyapti debdi vatandaş. Endi bunun ihtimali qanchalik o'z yo'lida bo'lsin deyli. Tayvan'a hücum qilish tayyorlik qilyapti debdi. Dal mushundaq paytda vaziyat shundaq nozik turayotgan bir paytda Amerika Qo'shma Shtatlarining Yaponiyada turishliq bosh elchisi Rahim Emanuel bosh elchi yaqinda Yaponiyaning g'arbiy tarafidagi bo'libmi Jungo bilan Yaponiya o'rtasida bo'layotgan talash tortishlar mayli qaysi soha qaysi nuqtadan bo'lsin ikki davlat misol munosabatining jiddiyligini gavdalantirib ko'rsatib turayotgan Nagodo Xitoycha Nagodo ya'ni Dao degan Xitoycha chiqarib etsang Nago oroli mushu oraliga berib bu orolni ziyorat qildi. Amerika Qo'shma Shtatlarining Yaponiyada turishliq bosh elchisi bu orolni ziyorat qildi. Bu orol Tayvanning sharqiy tarafiga to'g'ri keladi ekan. Orol bilan Tayvanning orlig'i 110 kilometr ekan vatandash. Qattiqroq zo'vikdan birini qo'yib qo'ysangiz ovozi yetkidek yadi ekan qarang. 110 kilometr ekan. Dal mushu orolga berib bosh elchi yana ziyorat qildi. Buning simvollik ma'nosi nima vatandash? Hozir endi Nago orolida Yaponiyaning harbiylashtirishi jiddiy ketayotgan bir payt ekanda, bundaq aytganda Nago orolini Yaponiyaning harbiy bazasiga aylantirish degandek. Shundaq bir ma'nosi chiqib turdi buning ichidan. Chunki Yaponiya bu Nago orolining qurilishi uchun nihoyat zo'r kuch sarf qilayotgan davlat ekan vatandash. U yana ziyorat qildi. Ondan keyin andan bosh elchi Emanuel Yaponiyaning g'arbidagi bu orolni ziyorat qilganda ta'kidlagan so'z Yaponiya Amerika Qo'shma Shtatlarining ittifoqdoshi. Yaponiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlarining munosabati intoyin mustahkam. Bizning Nago oroliga ketib kelganligimizmi ham Yaponiya Amerika munosabatining mustahkam ekanligini gavdalantirishdan iboratdir. Demek ki Tayvan'da vazife ötüş, vazife tapşırıp eliş murasimi. Bunun için Jungo ciddileşiyotgan bir payt. Şundaq ciddileşiyotgan bir payt Yaponiya turuşluq Amerika balçısı Emanuel Nago orolini ziyorat qildi. Desiniz bunun o'zi ciddi vaziyatga qarta yana ciddi muamele qilish yoki sen u yoqdan tahdid solsang men bu yoqdan sana tahdid solaman deganlikdir vatandash. Bu xabarimiz ketdi. Endi ikkinchi bir xabarimiz nima desangiz bu qatam Prezident Xi Jinping Beijing'da 16-15 günü Rusya Federasyonu Prezidenti Vladimir Putinni kutib oldi. Kütülüp Beijing'deki söhbetler ve ilan kılınan birleşim bayanatının mezmun nimen kendisiniz 2022 yılı 2. ayının 4. günü imzalanan birleşim bayanatlı asasiyatı okşaydıyken Biroq bunun o'zgartirilgan bir jumla nima ekan desangiz, birinchi qatimliq birlashma bayonotda bizning ittifoqimiz, ittifoqdoshligimiz yoki bizning
strategik şeriklik münasebetimiz, ittifak mavuşt emas mi? Münasebetimiz birinci kıtımlık bayanatı şundak elinip de üçüncü devletke qartılmaydı. Endi bu kıtım üçüncü devletke qartılmaydı diyen bu ibare bayanatta bu kıtım üçüncü tarafka qartılmaydı. Demek bu yerde neme diye ihtiyat kılıvadı da vatandaşa. Elbette Amerika Qo'shma Shtatlarının tikilib turishidan ihtiyot qilyaptinikin dedi-ku. Damokles xanjiri Rossiya junguning beshida sangilab turibdi dedi-ku. Shu bayonotlar shundoq o'zgartibdi. Endi biz ittifoqlashmaymiz, harbiy ittifoqda bo'lmaymiz. Bizning munosabatimiz tinchlikda birga turish va tinchlikni qo'g'dash asosida taraqqiy qilish degandek gaplar. Endi hozirgi kunda jungomi tinchlik degan gapni og'izga olsa, Rossiya Federatsiyasi prezidenti umi ham tinchlik degan gapni og'izga olsa, bu to'liq kulkilik bir gap. Bular balki mushu so'zlarni og'izga olish orqali o'zini o'zi masxara qilishdan boshqa ish bo'lmaydi vatandosh. Chunki Ukrainada urush qilyapti Rossiya. Chunki Uyg'uristonda qirg'inchilik qilyapti Xitoy. Mushundaq ahvoldan tinchlikni eg'izga olishning o'zi ortiqcha bir ish. Biroq bu yerdagi bir ko'rinish yana nima ekan desangiz, masalan, Prezident Vladimir Putin Xarbinga ziyoratga manganda aslida Jungo Kompartiyasining sekretari davlat raisi Xi Jinping bilib boraman deb va'da bergan ekan vatandosh. Bu qatam bu safarga bilib bora olmabdi, hamroh bo'la olmabdi. Undan keyin Xarbinda masalan ko'rgazma zalida, iqtisodiy taraqqiyot ko'rgazma zalida Echilish murosimida nutq so'zlaganda qiziq bir ish anglab turgan. Tunugun latin degan tahlilimiz to'g'ri olib chiqyapti vatandosh. Qiziq bir ish nima desangiz, Prezident Vladimir Putin nutq so'zlabdi echilish murosimiga. So'zlab kelib, tarjimonning tarjima qilishiga o'rin bermagandak. Oxiri o'zi yana apul so'rab nima debdi odam? Men bu yerda so'zlabdiman, rus tili o'zimning ona tili bilan so'zlabdiman, xuddi o'zimning oilasida so'zlagandek so'zlabdiman. Tarjimonga tarjima qilishga vaqt bermabdiman. Men sizlardan apul so'rayman deb. O'zimning oilasida turib nutq so'zlagandek. Bu yer nima deganlik bu vatandosh? Demak, Manjuriya, ayni vaqt Yaponiya qurib chiqqan davlat Manjuriya Rossiya armiyasining qo'li bilan og'dirildi. Shuningdan keyin Manjuriya asli qoida bo'yicha Rossiyaga mansub bo'lishi kerak edi. Manjuriya Rossiyaning zimini edi. Shunga Manjuriyada turib men nutq so'zlaganda rus tilida so'zlabdiman. O'zimning oilasida turgandek so'zlabdiman. Endi buni junguliqlar qanday tushundirdi? Bilgili olmaydi. Erdi bilan deb qilibdi, jingi to'xtamaydigan gaplar vatandosh. Prezident Vladimir Putin Xarbinda ana shunday nutq so'zlabdi. Lekin billa hamroh bo'lib boraman deydigan rais Xi Jinping u yerga bora olmabdi. Endi mushqatimqi safarda rais Xi Jinping Prezident Vladimir Putinni uzitib, mashinaga o'ltirg'izib, Xarbinga yo'lga soladigan vaqtda mashinaning oldiga kelib, bir daqiqa turib olib, undan keyin g'olashni kang ichib, Prezident Vladimir Putin bilan quchoqlashib ayrilmoqchi bo'libdi. Angachilik Prezident Vladimir Putin ikkilanib qopdi, lekin shu daqiqalar ichida bu ish yuz beribdi. Masalan, ikkisi quchoqlashib ko'rishibdi vatandosh. Endi buni biz selishtirib boqaylik. Nimaga selishtiramiz desangiz, bu Rossiyalikning odatida shunday er kishi quchoqlashib bir-birlariga so'yishadigan an'anasi bor ekan. Ayni chog'dagi Brejnev deganning er kishi so'yib kelganlari, kommunizm lagerining davlat boshliqlarini so'yib kelganligi shunday video filmlarni ko'rgan edik vatandosh. Bu qatam herhalde Prezident Vladimir Putin rais Xi Jinpingni quchoqlab so'ymabdi. Halbuki kichkina o'zini tutib olibdi, buni yo'li boshqada vatandosh, lekin rais Xi Jinping quchoqlashib ko'rishdi. Rais Xi Jinping burun Kubaning amaldorlari, Suriyaning amaldorlari degandek shunday amaldorlari bilan quchoqlashib ko'rishgan ekan.
Rossiya amaldori bilan hozirgacha quchoqlashib ko'rishmagan ekan. Rais Xi Jinping mana anglab turgan vatandosh. Buni biz bunda selishtiramiz. 1998-yili 6-oyning 27-kuni shu vaqtdagi prezident Bill Clinton Beijingni ziyorat qilib, 6-oyning 27-kuni rais Jiang Zemin bilan ko'rishganda to'g'ridan-to'g'ri shundoq dedi. Jungoning davlat chegarasi qayerdan qayergacha? Tushundingizmi vatandosh? Hozirgacha bo'lgan siyosatlarni bir-biriga solishtirib ko'ring. Bugungacha bo'lgan siyosatlarni. Keyin shundan keyin Yaponiyaning shu vaqtgi vaziri, ismini unutib qoldim, kechiringlar. Washingtonni ziyorat qildi. Washingtonni ziyorat qilganda ikkilan biri gullik bog'chiga chiqib suratga sayli sayohat qilgan suratga tushdi. Suratga tushganda Yaponiyaning vaziri bir gul tarafni ko'rsatib, qo'lini mushunda ko'rsatdi. Prezident Clinton ham shu qo'lni ko'rsatgan taraf qarab nazar tashladi. Bunun sebebi nima deysiniz vatandaş? Sovetlar hükümranlığını, Sovetlar rejimini, Sovetlar tüzümünü aldırdık, tükettik. Endi fakat jungo qilib qoldi deganligi bir de vatandaş. Bunun simvollik ma'nosi shundoq edi. Mushuningga javob qaytarish uchunmi va yoki boshqa ishmi bilgili bo'lmaydi. 98-yili 11-oyda 20-asrning 98-yili 11-oyda Reis Jiang Zemin Rossiyani ziyorat qildi. Rossiyani ziyorat qilib, Rossiyadan ayrilgan chaqda shu vaqtki Rossiyaning prezidenti Yeltsin bilan quchoqlashib ko'rishdi. Bu Washingtondagi ilk ko'rinishga Reis Jiang Zeminning Moskvada qaytarayotgan javobi edi vatandosh. Yani bundaq aytganda Rossiya bilan Jungoning munosabati chunqurlashdi. Biz har qandaq vaqtda bir sapda tura olamiz, bir og'izdan gap qila olamiz. Shu vaqtida Jiang Zemin o'zini nayta ojiz o'rinda ko'rsatganligi uchun shundaq rasmga tushdi. Quchoqlashib turib rasmga tushdi. Bu qatam Rais Xi Jinping Beijingdan prezident Vladimir Putin bilan aşında quchoqlashib turib rasmga tushibdi. Bunun ichida prezident Vladimir Putin ojiz o'rinda turibdi. Chunki Ukraina uning putiga bog'landi. Bu patqoqdan prezident Vladimir Putin yoki Putin tartib chiqara olmaydi, yoki qutula olmaydi. Qutulishning sharti faqat askar chekindirish. Endi Beijing hükümetiga Rais Xi Jinping kelsak, hozir Uyg'uriston masalasi bu tarafdan qistab keldi. Tayvan masalasi bu tarafdan qistab keldi. Xi Jinpingning iqtisodi ham chekindi, tamam chekindi, iqtisodda hech qanday umid qolmadi. Qutuldirib qilishning mumkinchiligi qolmadi iqtisodda. Mushundaq og'ir ahvolda turganda o'zini ojiz o'rinda ko'rib hisoblaganda prezident Vladimir Putin bilan quchoqlashib, ko'rishib o'ziga tasalli tapmoqchi bo'ldi vatandosh. O'ziga madad bermoqchi bo'ldi vatandosh. Dedik o boshda. Birleşme bayonotda, masalan, e'lon qilgan ikki davlat o'rtasidagi birlashma bayonotda 2022-yil 2-oyning 4-kuni imzolangan bayonotda deyildiki, bizning bu sheriklik munosabatimiz 3-davlatga qaratilmaydi. Bu qatam e'lon qilgan birlashma bayonotda bizning bu sherikligimiz, ya'ni strategik sheriklik munosabatimiz Rossiya bilan 3-davlatga emas, 3-tarafga qaratilmaydi debdi vatandosh. Demak, bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlardan ehtiyot qilyapti deyman vatandoshim. Amerika Qo'shma Shtatlardan ehtiyot qilyapti. Ikki davlat Rossiya, Jungo ikki davlatning munosabati qaysi darajaga yetsa, bu qatam yoki Rossiyaga yordam beraman degan gap o'tirg'i chiqmadi Jungo tarafdan. Yoki prezident Vladimir Putin tarafdan menga mundaq yordam berasan degan gap o'tirg'i chiqmadi Rossiya tarafdan. Shuningin tahlil qildik Rossiya tarafdan nima deganligini.
Bunda gaplar o'ttirg'i chiqmadi. Bular xususiy yoki maxfiy suhbatda nimalarni deyishdi bu tax oshkora bo'lmadi. Biroq bu qatimqi ko'rishish, bu qatimqi Beijingdagi suhbat uchrashuv, bular hamma narsani to'kib bo'ldi o'tirib turgan dedi-ku. Prezident Vladimir Putin to'g'risi Rossiya matbuotining tarqatgan xabarda ikki davlat munosabatiga bog'liq barliq sohalar bo'yicha so'zlashdik dedi-ku. Ben bunun qo'shimchasiga nima deb kelyapman vatandoshim? Uyg'uriston masalasi Ross bilan Xitoy o'tirishga masala deb kelyapmiz vatandoshim. Demak, bu qatimqi suhbatda ikki davlat barliq masalalar yoki Rossiya Jungo munosabatiga bog'liq barliq masalalar to'g'risida suhbatlashdi. Dedik, balki bu oxirgi suhbatdir, dedik, tunki muhokamada vatandosh. Bugun endi bu quchoqlashib ko'rishgan surat matbuotlarga chiqib ketdi. Matbuotlarga chiqdi. Ko'rishish jarayonida qo'llig'iga Rais Xi Jinping Prezident Vladimir Putinning qo'llig'iga shunday so'zlatdimish. Nim debdi desangiz, hozir dunyoda 100 yillik o'zgarish bo'layotdi debdimish. Qo'rqgan. Buni ochiq oshkora e'lon qilmagan gap, 100 yillik o'zgarish bo'layotdi degan gapni oshkora desil bo'ladigan gap. Quloq pichirlab deydigan gap emas-ku vatandosh. Unda gap emas-ku bu. Axborotchilarning besh qayib qoldigan o'shaydi ba'zida. Unda gap emas-da. Biroq bu qatim quchoqlab ko'rishish, e'lon qilingan bayonotga yumshab ketish, hammasi qo'shib aytganda tuniki bir jumla so'zimiz shu to'g'riki, nazorat ostidagi ikki davlat munosabati Rossiya Jungo kuzatish va tadqiq qilish ostidagi ikki davlat Rossiya Jungo munosabati yana shu. Onundakin topshirilgan vazifa, Rossiyaga topshirilgan vazifa, yoki oldi qo'yilgan masala, Jungoga topshirilgan vazifa, yoki oldi qo'yilgan masala. Bunga nisbatan Jungo Rossiyaning pozitsiyasi nima? Yoki mushu masala hal qilinishi kerak bo'lgan masalaga ikki davlat qanday pozitsiya tutdi va hal qilishning chorasini qanday yo'lga qo'ydi? Masala mushu yerda. Ajizishib ketgan gap deymi vatandosh? İki devlet münasebeti azizishga kuchaydi deb qaramoq shuna ko'rsatsangiz-mi? Lekin ikki davlat rahbarlarining bir bo'lgan chiroyidagi belgi xafalik, qapoqlarning turilib ketishi, xushal bo'la olmaslik, mushlarni yig'ib aytganda bu qatimqi Rossiya Jungo munosabati va uning e'lon qilgan bayonoti faqat bir xil rasmiyatchilik. Ya'ni G'arb dunyosi Amerika Qo'shma Shtatlarining oldida ko'rsatib qo'yishga tegishli bir xil rasmiyatchilik. Uningdan boshqa masala nima? Hal qiladigan ish nima degan konkret masala bu qatim ikki davlat o'rtasidagi suhbatning yadrosi. Bu masalalarning nima ekanligini Alloh xolisa asta oldimiz kelishi mumkin vatandosh.